Bolam, shoshqaloqlik qilma, o'tkazib yuborishga shoshma. Shu 3 daqiqangni menga ber, oxirigacha eshit. Bugun senga hayotda qoqilmasliging uchun eng kerakli 3 ta narsani aytaman. Ayniqsa eng oxirgisini bilsang, ko'p narsaga ko'zing ochiladi. Hozirgi yoshlarga hayronman. Pul topishni poyga qilishadi-yu, uni ushlab qolishni xayollariga ham keltirishmaydi. Pul topish gad hunar, lekin uni asrab-avaylab, barakasini uchirmaslik undan ham katta hunar. Pul cho'ntakda turganda odam o'zini shoh sezar, lekin cho'ntak bo'shagach haqiqiy kimliging ko'rinadi. Odam bolasi bilan muomala qilish pichoqning tig'ida yurgandek gap, bolam. Katta kichikka birdek salomingni ber, shirin suv ham bo'l, ammo tilingni tiyishni ham bil. Ichingdagi dardingni, rejalaringni hammaga doston qilma. Senga kulib qarab turgan yuzlarning orqasida nima borligini bilmaysan. Muomalani shunday qilginki, senga hasad ham qilishmasin, seni past ham ko'rishmasin. Va eng muhimi, bu dunyoda o'zingdan boshqa hech kimga to'liq ishonma. Hatto ko'zingga ham ba'zan shubha bilan boq. Bugun senga do'stman deganlar, ertaga 5 so'm pul uchun yuz o'girib ketishi mumkin. Ishonch bu shisha idish. Bir marta chetidan uchsa, 1000 joylasang ham avvalgidek bo'lmaydi. Shuning uchun pulingni ham, siringni ham, kelajagingni ham birovning qo'liga topshirib qo'yma. Faqat o'z mehnatingga, o'z aqlingga tayan. Men ko'pni ko'rgan buviyman, senga yomon bo'lsin demayman. Qulog'ingga quyib ol bu gaplarni. Agar shu buviyning gaplari ma'qul kelgan bo'lsa, yo'qolib qolma. Kanalga obuna bo'lib qo'y, hali senga aytadigan dardu hasratlarim, beradigan maslahatlarim ko'p. Omon bo'l, bolam.